Assalomu alaykum azizlar. Barchangizni Havas futbol ligasi nomidan Amazon bilan qutlab qolaman. Bugun biroz suhbatlashamiz. Birinchi davra uchrashuvlari, Chempionlar Ligasi va Yevropa Liga uchrashuvlari barchangizning oldingizda bo'lsa kerak. Ushbu uchrashuvlar juda ham qiziqarli tarzda bo'lib o'tdi. Jamoalar maydonda boshqacha suratda harakat qilishdi. Shaxsan o'zim ushbu uchrashuvlarni kuzatdim. Va bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi Havas U21 va Oqibat jamoalari o'rtasidagi bahsga bag'ishlanadi. Ushbu uchrashuvni to'g'risi Havas U21 jamoasi ko'tarinki kayfiyatda o'tkazdi. Kuchli raqibi Oqibat jamoasiga yaxshigina qarshilik ko'rsata oldi va oxir-oqibat uchrashuvda g'alabaga erishdi. O'yinga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Havas U21 jamoasi maydonning har bir burchagi uchun kurash olib bordi. Hujumda o'sha yakka hujumchi harakat qildi. Qolgan jamoa vakillari o'sha maydon markaziga asosiy e'tiborni qaratishdi. Oqibat jamoasi ham kutilmaganda mana bunday o'yinni qabul qilib oldi raqiblaridan va o'yinning bir nechta vaziyatlarida ularga ham omad kulib boqmadi. Aks holda ular ham haqli edilar keyingi bosqichga chiqish uchun. Nima demoqchiman? Havas U21 jamoasi o'sha mavsum boshidan beri o'sha chempionat bahslarida qatnashayotgan bo'lsa, o'yindan o'yinga o'z o'yinini yana ham kuchaytirgan holda Chempionlar Ligasining keyingi bosqichiga yo'llamani qo'lga kiritishgacha yetib keldi. Kuchli raqibni mag'lubiyatga uchrata oldi. Havas U21 jamoasida so'nggi paytlarda keng ko'lamli ishlar olib borildi. Murabbiylar futbolchilar bilan yaxshigina o'sha mashg'ulotlar o'tkazishdilar. Natijasi o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Keyingi bosqichga yo'l oldi jamoa. Havas U21 jamoasiga keyingi bosqichda omad tilab qolamiz. Ikkinchi davra uchrashuvlari bizni oldimizda kutib turibdi. Bir-biridan qiziqarli chempionat bahslari, Chempionlar Ligasi bahslari, Yevropa Ligasi, Pro Liga jamoalari o'rtasidagi kubok bahslari, bir-biridan qiziq uchrashuvlar kutib turibdi. Yana bir yangilikni aytib ketaman. Yaqinda yangi turnir tashkil qilinmoqda Havas futbol ligasi tomonidan. O'sha O'zbekiston jamoalari nomlari bilan bemalol nomlashingiz mumkin bo'lgan chempionat bahsini yo'lga qo'yishmoqda. Ya'ni o'sha Paxtakor, Bunyodkor yoki Do'stlik, o'sha bir necha yillar oldin faoliyat olib borgan MXK jamoasi, Traktor jamoasi yoki Istiqlol jamoalari, mana shunday nomlar bilan bemalol o'z jamoangizni nomlashingiz mumkin. Shunday chempionat tashkil qilinmoqda. Bir so'z bilan aytganda, barchamizni oldinda qiziqarli uchrashuvlar kutib turibdi. Havas futbol ligasida ishtirok etayotgan jamoalarga omad tilab qolamiz. Azizlar, barchangizga yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ko'rishguncha.